albatta ajrim kuni hisob kitob uchun belgilangan vaqtdir. U kunda sur chalinur bas, sizlar to'p-to'p bo'lib mahshargohga kelursiz. Osmon ham ochilib, farishtalar uchun darvozalarga aylanib qolur. Tog'lar ham joylaridan to'zitib yuborilur, bas u sarobga aylanib qolur. Albatta jahannam tushuvchilarni kutuvchi, haddan oshganlarning boradigan joyidir. Ular u joyda uzoq zamonlar abadul abad qoluvchidirlar. U joyda sovuqlik va ichimlikni totmaslar, faqat qaynoq suv va yeringnigina toturlar. Mana shu qilmishlariga loyiq jazodir. Chunki ular qiyomatdagi hisob kitobdan umid qilmas, qo'rqmas edilar. Oyatlarimizni ilohiy vahiy deb bilish o'rniga butunlay inkor etar edilar. Holbuki biz barcha narsani hisob kitob qilib yozib qo'ygandirmiz. Bas ey jahannam ahli, azobimizni totib ko'ringiz. Endi sizlarga faqat azobnigina ziyoda qilurmiz.